2 günden bana Bunyodni uylanish uchun qo'linda xoli bakis qidiramiz. O'zi nechun qo'linda xoli bakis qidiribmiz Bunyod desam? Endi qo'linda xoli bo'lsa ovqatni mazalatib pishiramiz-dan. Dedi. Shundan keyin biz elotdagi ko'pchilik qizlarning qo'llarini qarab chiqdik, hech qaysisining qo'lida xol yo'q. İkbal bowlingdagi powerlarning qo'lida 100% xol bor. Gapimni javob beraman. Sen neden bilasan onu? Ovqatlarning ta'mi boshqa masala-da. Shundan keyin biz Iqbol bowlingning kuxnisini ta'min emas, powerini qo'lini ko'rmakka bordik. Sağ. Hazır. Toptum. Qo'lini ish o'rinda xoli bor. Git kese. O'g'il bola da o. Sen zillemisan? Ovqatların təminin mazalılıqına qarabman, qo'lindagi xolini qarabmandan, lekin Iqbol bowlingdagi power erkek kishilik sira kallama gelmabdi. O'zlarimizcha xor ketdik dedikdan Iqbol bowlingdagi PlayStation'a girdik. Iqbol bowlingda bilyard tamba, undan bir partiya bosib berdik. Endi albatta Iqbol bowlingga kelib turib, bowling o'ynamasang unda uyat bo'ladi. Ertangisi kuni yo'lda yana bir qizni ko'rib qoldik. Buni darrov uni qo'llarini tekshirib boshladi. Va nihoyat biza qo'linda xoli bor qizni topdik. Keyin men ham 2 yoshdan ostangina yolg'iz qoldirdim. Alo Maftun qo'lingda xoling bormi? Qara ko'rgani? Topmasang umuman to'y bo'lmaydi-sha.